Assalomu alaykum, Jondor mobilni aziz obunachilar. Bugun ikkinchi fillarimizni adresini yana bir bor tushuntirib o'taman. Jondor tuman markazidan kelishda ishonchda o'tgandan keyin chap qo'lda darvozadan kirib kelasizlar. Bu tomon kafe Darveshdan kelishda o'ng tomon. 100 metrdan keyin Abbos mobillar bitta qisqacha obzor qilib o'taman. E'tibor berasizlar, partacha, sanduq, spalni, xon taxta so'raganlar uchun barcha turdagi xon taxtalar, divancha so'raganlar uchun har xil turdagi razmer katta, kichik divanchalarimiz, shifonier so'raganlar uchun har xil razmerdagi shifonyerlarimiz ham bor. Barcha mebellarimiz razmer kichik, katta. Bundan tashqari bitta e'tibor berasizlar, partachalarga har xil rasvetkadagi partachalarimiz ham bor. Kompyuter stol ham bor ekan akalar, bemalol kompyuter stolga murojaat qilishingiz mumkin so'rab. Bundan tashqari detski shkaf shifonierchamiz ham bor. Kattalar uchun kattaroq shifonier, oshxona mebel, barcha turdagi mebellarimiz bor. Stul deysizlarmi? Miyahi deysizlar, hammasidan bor. Bemalol akamiz nomerlarini bitta qoldirib o'taman pastda. Murojaat qilasizlar. Kimga shunaqa mebellar kerak bo'lsa, pastda telefon nomerlarini qoldirib o'taman. Bemalol murojaat qilib, dastavkalari bepul. Jondor mebelga obuna bo'lib qo'yasizlar. Bundan tashqari zo'r mebellarni qo'yishda davom etamiz. Sizlar bilan Jondor mebel.